Bas qilaman. Muhay, choy qo'yvar. Og'zimda shirasi qolib ketdi. Tak. Pastroq yot. Men seni telefonga ham olaman. Tushundingmi? Men bitta qo'yib olaman telefonimni. Eng добрый Zadolbayevni o'zi ichmanman, хорошо? Mana onajonimiz hozir yotibdilar. Birinchi homiladorlikda Salim. Kecha erlari urgan ekan. Men senga aytdim, jim yot. Tushunsanmi? Sen jim yot. Men bitta ayturaman, sen bashiring ko'rinmayapti, seni ering urdi kelmaydi hech kim senga. Boshidan. Onajonisi mana yotibdilar bir chiroyli bo'lib, afsus, mana kecha adalar urgan ekan, bolajonimiz xafa, mana yuzlaridan ko'rsanglar bo'ladi, qaranglar mana. Mana spesial o'sha joyda qo'yib qo'yaman. Bolamiz xafa, juda ham xafa. Chunki adalari kecha onalarini urib, qonlariga tepib, pachag'ini chiqaribdi-da. Bunaqa otalar ham bor. Afsuslar bo'lsin, kim qilganingizda, qilganingizda bolajoningiz xafa bo'ladi. Bundan o'zim ham ta'sirlandim, o'rtoqlar. Men o'z ichim bo'lganimdan ba'zida men gapirolmayman. Bo'ldi, davay boraver, hammasi yaxshi, tanketadan olasan, tushundingmi? Hammasi yaxshi, xavotir olma. Menga podpisatsiya bo'lib qo'ygin. Boraver. Keyingisi ko'rsin.